Akalar, yaqinroq kelinglar, zo'r narsa ko'rsataman. Yaqinroq kelinglar. Mana holatni ko'ringlar akalar. Balon shunday yopishib qolgan mana prujinaga. Tiyib turibdi. Mana o'sha balonni yalab olgan akalar, o'sha ancha joyni yeb qo'ygan. Akamiz razvalga 5 ta 6 ta joyga olib borishibdi. Mana shu narsani to'g'rilab berishalmayapti. Bu narsani nimadan shunaqa bo'lgan, nima zapchasi qo'yiladi? Hammasi bilan to'liq obzor qilib beraman. Ungacha bittadan like bosib turinglar, boshladik. Akalar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Bitta ko'ringlar, mana zazorini ko'ringlar. Zavod qilib qo'ydik mana. Chotki bo'ldi. Balonlargacha pirigit qilib, razvallar o'ta ideal chiqdi. Bu narsa kasali nimadan desalar, mana shu kulakdan bo'ldi. Kulak qiyshaygan, shuning uchun boshqa koreyskiy buvishni kulak qo'ydik. Mana ko'rishlar mumkin. Sepganimiz yo'q, o'zi raboch holatda turibdi. Shuni qo'yib, razvallarni ideal qilib berdik. Akalar, qanaqa mashina bo'lsa ham chotki qilib beramiz. Amakimiz bitta yurib ko'rib baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz, ketdi. Amakimiz yurib kelishdi. Mana stoykalarni to'g'irlab, kulaklarni qo'yib, chotki qilib berdik. Amaki mashina qalay bo'ldi? Zo'r o'pdi, mana rahmat, shunchalik mana zo'r o'p qoldi. Nechta razvallarga va balon yevorib nima qildik, mana dardiga to'xtaydi mashinani to'xtalasa. Kelganingizdan xursandmisiz? Xursandmiz, rahmat. Mana balonlar ko'rishlar mumkin. Chotki chiqdi, tekisliklari, balon yegan rullarga tekis qilib berdik. Mana shu razvallar tavsiya qilamiz boshqalarga. Kelsin, mana ko'rsin, haqiqatan ham yaxshi chiqdi mana. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, hadovoy razval qismi bo'lsa, muammo yo'q, zo'rla qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida. Nomerlar qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, bittadan like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar.